Assalamu alaikum, Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım, yaxshimisizlar? Men bugungi suhbatimizni mundaq bir parcha she'r bilan boshlamoqchiman. Dunyoda hammadan qimmatdir hayot. Hayotdanmi qimmat muhabbat. Lekin kechiman har ikkisidan erkinlik, ozodlik uchun faqat. Mushu bir qancha oy ichida hammamizga ma'lum bo'lganidek, vatanimiz Sharq Turkiston tuprog'idagi bir qancha shaharlarda xalqimiz o'z haq-huquqlarini qo'g'dash, almisoqdan tortib toki bugungacha o'zlariga mansub bo'lib kelgan ona tuprog'ini dushman qo'lidan tortib elib, tajovuzchi dushmani bo'lgan Xitoy hukumati va uning strategik holda o'rinlashtirgan qonunsiz ko'chmanlarni qo'g'lab chiqarib, mustaqil, erkin yashashdek mengu o'lmaydigan ideyasining turtkisi bilan bütün egir zamonaviy qurol bilan qurollangan dushmaniga qarshi shiddat bilan qarshilik bildiryapti ham izchil bildirib keldi. Afsus, mustamlika ichida yashayotgan har qanday bir millatning tarixida hech bo'lmaganda har 30 yilda bir qitim siyosiy o'zgarish, hokimiyat almashish, urush orqali yengilish bo'lib turmasi bo'lmaydi ekan. Mubada mustamlika ichida yashayotgan millatlar xuddi biz Uyg'urlardek tajovuzchi dushmanning mustamlika ostida uzun qolib qolsa, u holda bu millatning xoinlari ro'naq tepib, vatanparvar kurashchan qahramonlari va ularning oila taobatlari xorlanib qoladi ekan. Biz ana shunda Xitoy hukumatining mustamlikasi ostida baxtga qarshi yarim asrdan ko'p vaqt qoldik. Lekin 2009 yil 7 oyning 5 kunidagi Urumchi voqeasidan keyin vatanimiz Sharq Turkistondagi barliq Uyg'urlar degidek Xitoy hukumatining nazarida o'zlarining bir Uyg'ur bo'lib qolganligi, bo'libmi mushu tuproqning qonuniy egisi bo'lib qolganligining o'zila yetarlik jinoyat ekanligini to'liq to'lib yetishdi. Demak, vatandagilar qon to'kyotdi. Kuchlik dushmaniga qarshi o'limdan qo'rqmay, ko'krak kirib qahramonlik ko'rsatyapti. Biz chet eldagi Uyg'urlar ve barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar hech bo'lmasa, u qahramonlarimizni rag'batlantirayli. Shehidlarimizning ro'yiga atab duo takbir qilayli. Janobi Allohdan ularga jannat ato qilayli, jannat tilayli. Ularning oila tavobatlaridan hol so'rayli. Ota-onalarga rahmat aytayli. Ve teselli berayli. Ularning harakatini qonunli harakat, Xitoy tajovuzchilarining qo'shin tartib vatanimiz tuprog'ida harbiy alat elib berishini terrorlik harakat deb oshkor jakalayli. Yaqinda Urumchida bo'lib o'tgan bir qancha voqealardan keyin, bo'libmi mushu 2 qitim portlagan bombadan keyin yolg'iz Xitoy tajovuzchi hokimiyati va uning millatimizni osnotsiya qilib, yo'qotish maqsadida qonunsiz elib chiqib, vatanimiz tuprog'iga yerlashtirgan ko'chmanlarla emas, balki mamlakatimiz ichi va sirtidagi bir qism Uyg'urlarimizni ham daki-dukiga soldi. Buningga chet elda yashayotgan bir qism Uyg'urlar afsuslanarligi, buningga ergishib bir qism chet eldagi Uyg'ur da'vosi anlatayotgan tashkilotlarimiz ham qattiq tamtirab qilishdi. Bo'libmi Obama hukumatining bu qitimqi harakatni terrorlik harakat deb atishi ularni texmi sarasimga soldi. Dunyoda besim zo'raygan sari uningga masalda qarshilikni o'xshash kuchayib bordi. Xitoy hukumati vatanimiz tuprog'imizni besib olgan kunidan boshlab toki bugungacha xalqimizni turli usullar bilan qirib, so'lab, yo'qitib keldi ham kelyapti. Uning hokimiyati bo'lganligi uchun, armiyasi bo'lganligi uchun, saqchisi bo'lganligi uchun, soti bo'lganligi uchun, quroligi bo'lganligi uchun uning elib borgan harakatlari harbiy harakat. Xalqimizning o'zlarini qo'g'dash, self defense, o'zlarini qo'g'dash yo'lida elib borgan harakati terrorlik harakati hisoblanadi. Dunyoda buningdan o'ta tetiqsiz mantiqi bo'lamdi. Menimcha Obama hukumatining biz Uyg'urlarning yo'lni qo'g'dinish yo'lida kuchlik dushmani ko'rsatgan qarshiligini nima deb atishi men uchun muhim emas. Chunki Xitoy hokimiyati eng ashaddiy usullar bilan xalqimizni qirib bostirib keldi ham kelyapti. Buni Amerika hukumati, Yevropadagi barliq hukumatlar, davlatlar ko'rib turug'liq, bilib turug'liq. Ammo hech kim o'tirg'i chiqib, xalqarada bu qitim Obama hukumati xuddi Uyg'urlarning harakatini terrorlik harakat deganga o'xshash, Xitoy hukumatining bu yerlik millatni qirishi, genosid harakatlari terrorlik harakatdir deb atamadi.
Belki bir mezgil hem atlamaslığı mümkün. Ama bununluk bilen biz bütkül Xitayga bolgan karşılıklarımızın hem bizim vaz geçişimiz gerek mi? Eğer Amerika hükümeti rastıllah ehtirap tuturup biz Uygurlarning mustaqillik meselesini resmi devlet sifatida o'ttirg'i chiqib qo'llayotgan. Xitoy hukumati bilan resmi bir devlet sifatida bizning mustaqilligimizni asliga keltirish uchun so'zlashayotgan bir vaqtda bu xildagi harakatlar yuz bergan bo'lsa-da, u holda men Amerika hukumatining bizni nab atab qilishidan ensirgan bo'lardim. Hammamizga ma'lum, dunyoda kishilar ishit mushuklarni davomli o'zlarining uylariga ekirib, ativolab beqishidi. Xuddi o'z bolalaridek yaqin ko'rib, ativolab o'ynatidi. Bir oilada boqidi. Ammo nima ish qildi? İşit müşklerini hiç qachon bir millat yoki bir davlat o'zlarining bayrog'i yoki davlat girbiga simvol qilib olmaydi. Ularning oladigini faqat yo'lvoz, sher, ejderha, bo'ri, burkut deganga o'xshash. Mana bu shikildagi yirtqich hayvonlarni ular o'zlarining bayroqlariga, davlat girbillariga o'rnatib, uni davlatning, millatining simvoli sifatida qo'llandi. Unda biz Uyg'urlar ana ashunda boshlar nim deb qalaki deb ularning ishmishliklardek ularga quyruqlarimizni shipanglatib akilab, ularning tillarimiz bilan yalab, xo'sh qilib o'tamdik. Yoki shir, yo'lvoz, bo'ri, burkutga o'xshash qahramonlarcha mag'rur yashamdi. Bu biz Uyg'urlarning yaqinda jiddiy tanlashga tegishli eng cho'ng bir tanlash yo'limiz. Biz haqiqatan vatanimiz Sharq Turkistonning qonunlik egisi, xo'jayini, vatanimiz Almisaqdan tartib ota-bobomizdan bizga miros qolgan ana tuproq. Bizning uzun yillardan beri vatan sirti ve vatan ichida ilib berayotgan da'volarimizda shunday bir muhim narsaga diqqat qilmadikki, bizning da'volarimiz hech qachon siyosiy da'vo emas. Bizning da'volarimiz faqat haq talab da'vosi. Uyg'urlarga ve Sharq Turkistonliklarga Almisaqdan ota-bobosidan miros qolgan shu tuproqni bosqinchi tajovuzchi Xitoy hukumati ve uning qonunsiz ko'chmanlarini tamamen qo'g'lab chiqarib, shu ota-bobomizdan qolgan tuproqqa xo'jayinlik qilish qaytadan shuni gullantirish, rivojlantirish, shu yerda bir millat sifatida erkin yashash huquqimiz bor. Shuning uchun bizning bu huquqimizni qo'g'dab qilish, o'zimizning dushmaniga qarshi yo'lliq qo'g'nish harakatlarimizni davomli qilib berishimiz uchun biz xalqaro qonunlarning bizning bu xil harakatimizni qo'llaydiganligiga ishonishimiz kerak. Ham qo'llashi shart. Bizni qandaqdir bir davlatning nima deb qilishi, nima deb atab qilishini o'ylashadigan vaqtimiz yo'q. Hozir bizning bir millat Xitoy hokimiyatidek dunyodagi mushu 21-asrda butkul osmonda satelitlar, butkul medialar qarab turgan mushundaq vaqtda xalqimizning ko'chada ish hayvonlarni qirgandek oshkor qilib o'ltiryotdi. Qaysi bir davlat o'tirg'i chiqib bu harakatni terrorlik deb atadi? Mushunchalik bir haqqoniyatni tushunmaydigan bir davlatlarning bizni nima deb atishlar bizning nima chaqligimiz bor? Biz İslam diniga e'tiqod qiladigan bir millat. Biz Xudoga ishonishimiz kerak. Biz yaratishni men yaratdim, yarilishing o'zingdan debdikan. Biz o'zimizning tarixini o'zimiz belgilamasak, bizningki homildor bo'lgan bolalarimizning, ayollarimizning qo'sig'idan o'qilib tushirib olsa, chet eldan kelgan ishqidan qechib chiqqan qonunsiz ko'chmanlarga bekorlik uy versa, ochiq ishlarni versa, xizmatni bersa, xalqimiz, yerli xalqimiz ishsiz qolsa, ular qurollarni, tanklarni ko'tarib chiqib, ma yerning egisi bo'lgan yerli xalqni ossa, qirsa, o'ltirsa, turmalarga tashlasa, bularning harakati terrorlik harakat emasmiki? Faqat o bir Jefanjunning kiyimini kiyib olganligi uchun uning qilgani harbiy harakat. Bizning xalqimiz puxrachi kiyinib olganligi uchun uning qarshi harakat terrorlik bo'lardi ekan. Acaba Xitoy hukumati tanklar bilan chiqib bizning bir askarlarimizni qiribdimi? Yo'q. Bizning normal shu yerda yashayotgan yerlik puxralarimizni qirdi. Qo'lida to'mirning suni bo'lmagan, hech qanday qarshilik bildirish qurollari bo'lmagan, yig'inining puchug'i bo'lmagan, qo'lida yig'inining puchug'i bo'lmagan xalqni oshkora qiryotdi. Acaba buning harakati terrorlik harakati bo'lmamdi ekan? Biz davomli da'vogar bo'lib keldik. Davomli da'vogar bo'lib Xitoy ustidan da'vo qilib keldik. Bir qitim Xitoymi bizning ustimizdan da'vo qilib bizim bir javobgar bo'lib qaqaylik qanday qiladi ekan?
Düşman ana aşındaq acizlaşqan siri qalcırlışıdı. Muş qitim Xitayning tanklarının, askarlarının 100 minglab, 10 minglab tanklarını elib chiqib, bütün Sharqiy Turkistonni urush holatiga aylantirib etdi. Xalqimizning 365 kun ichida ipag'an bir qitimliq, bir kundagi qarshiligiga bardoshlik berolmay, butkul Xitoy necha 100 minglagan askarlarini, tanklarni chiqib, vatan ichida harbiy holat olib beryapti. Qisın. Bazılar düşmanımız nayet güçlük. Ularning qorallari bek zamonaviy. Biz ularga tenkelenmeymiz. Ular bizni qirib yo'q tutdi deb qaraydi. Men bunga tamamen qarshi. Hech qachon 21 asrda har qanday bir kuch bir millatni bir millat sifatida tamamen yo'q etilmaydi. Mumkin emas. Faqat bir millatni yo'qaydi deyishga to'g'ri kelsa, mana bu gapni qilayotgan o'zining kuchlik dushmani bilan qo'lida bir temening sunig'i yo'qtirib, uning bilan bir g'ayri suhbatga o'tirishni tamom qilayotgan. Xitoydan qandaqdir bir oliy avtonomiya beramdiki, shunda bir berib qazman bir ketib yana bir boshliq bo'laman deb o'ylayotgan tamoqordan olar gapi. Millatni tugitadigan narsa bu, kurash emas. Dunyoning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, kurash qilgan millat hech qachon yo'qolmaydi. O'z kuchlik dushmanidan sulay salog'i o'tmoqchi bo'lgan ahmoq millatlarla bir millat sifatida tamamen yer sharidan yo'qolib ketadi. Bir millatning millat bo'lishi uchun qanchalik narsa kerak? Tili, örf adeti, dini, medeniyeti, yezigi degandek bir neçe dersinin terkibinde bir millet. Onun tilini yok etti hazır, yok etmek olmadı da asasen yok etti. Onun dinini tek bir yere kapadı. Örf adetleri esi yok olmadı. Mesela yağını atışın ruhsat yok. Yani nezir çırak verişin ruhsat yok. Uçu buçu. Bana demek bizden bir bütün millet buluşumuzdaki nurgun amillarını hazır Xitay hasta tedrici halde aşkarı yuşun aldı yoktuk geliyordu. Biz aşağıya karab oturup bir millet sifatida tamamen yer şarını yok olamdı. Ya ki kurash qilib düşmanimizni tamamen qo'g'lab chiqarib. Güzel, erkin, mustaqil Sharq Turkiston quramdi. Bu her qandaq bir Uyg'ur o'g'lining, her qandaq bir Sharq Turkistonlik erkekning davomliq her vaqt, her zaman o'ylaydigan savoli. Bizga o'xshash mazlum millatlarning singillarimiz, onalarimiz, kızlarımız Xitayning tapını aslında yer astı, ayak astı buluvatıdı. Bizdeki erkeklerden şu vatanını azaltmak, düşmanını qo'g'lab chiqarib demeyenligimizin özü, bizning 3 vaqt tamog'imiz haram biz için. Bu bizning baş tatib bo'lmaydigan bir erkeklik burchimiz. Bizning vazifamiz. Bizning bu yerda vatan ichida dushmaniga qarshi o't ichiga qarab o'ladiganini bilib turib kurash qilayotgan xalqimizni chet elda turib baho beradigan nima haqqimiz var? Biz ularga dua qilaylik. Ular pichoq so'ngaki yetdi xalqning hech amali qolmadi. Dushmaniga qarshi tur, shunday qarshi turmoqdan boshqa hech yo'l yo'q uningga. Buni keltirib chiqargan kim o? Yani şu tecavüzcü Xitay hakimiyeti. Şu yerda meyli bomba partılsın, meyli pichoq tıksın, meyli qaysi xil şekilde hareket bo'lsin ki bunu keltirib chiqargan hech qachon Uyg'ur emas. Muşu Uyg'urlarni keltirib chiqishga qistigan, zo'rlayotgan hech amalni qo'ymagan Xitoy kommunist hakimiyeti. Ve onun tecavüzcü bosqinchilik siyosatining natijasi bu. Bunday hareketler bundan davomli chiqdi. Chiqib turdi. Buni hech kim cheklaymaydi. Ta ki bu millet öz mustaqilligini qo'lga olmaguncha Xitoy hakimiyeti bilan bo'lgan bu ziddiyat hech qachon tugamaydi. Shunga xalqarodagi Amerika boshliq boshqa davlatlarning bizni nima deb atishi, nima deb baho berishlarini bizning o'ylashadigan vaqtimiz hozir emas. Chunki Amerika hukumatı, Yevropa davlatlari Xitoydagi bir tajovuzchi, terrorchi davlatlarni tek ayblab baqqani yo'q oshkor holda. Shunga men ichimga patmagan bu nasrimni bir she'r orqali ko'pchilikka bir anglitay dedim. İstekler kapladı yurtni, qo'zg'aldi millat qaytadan bugun. Xitoy qo'rqdi, tamtirdi shuncha bu millatning paylidan bugun. Shuncha askarni elib chiqishdi, tanki mashinaning kaynidan bugun. Barcha shahid qahramonlarga cheksiz ehtirom laylidan bugun. İstekler kapladı yurtni, uyg'ondi xalqim qaytadan bugun. Yürek ezilip yığılgan edim biçare bulup tekitünügün. Tincinmez boran atmaydıgan tang bulmağını dek tang attı bugün. Halkım kozgulup öz düşmenige gazap bilen can açtı bugün.
Tütekler kapladı yurtni, oyganda halkım qaytadan bugün. Savri taqatning qaçısı to'shib, g'azab nafrat qaynadı bugün. Tishlari g'ach-g'ach, mushlari qas-qas, bo'ri avlodi huvlidi bugün. Ko'k bo'rining bu o'tkir tishidan dushman ingrab yig'ladi bugün. İstekler kapladı yurtni, oyg'andı halkım qaytadan bugün. Öz düşmanini to'liq qo'g'lamay, hech to'xtamaydi yurtidan bugün. Asker yok emas, batığı her vakt, halkımız ana kılmaydı sen. Düşman korallık, lekin bek aciz, hakikat bizde bununla işen. Halkımız her vakt cinayetçidek, yaşadı şundan tutudik işen. Lekin canını o hiç toktatmadı, bulup Xitayning gözü tiken. Bazılar aytar düşmanlı güçlük, koralsız ana tenkilenmeymez. Çet eller yerden beğenmesi herkes, özümüz yalğız hiç yenilmeymez. Men ana hayran, hakikat bizde toğu nimişka hiç işenmeymiz. İmansızlık kor kıldı mı ya, niçin Allah'a biz işenmeymiz? İstekler kapladı yurtni, oyg'andı halkım qaytadan bugün. Yanında bolmay kaldım sırtta, bu şiirim bilen koşulay bugün. Hiç toktatmagın kahraman halkım, küreşlerin neyi hoş bolay bugün. Tazı bir yığlap, kakaklap güley, sen bilen birge yol koygun bugün. Ota, kene atalaysan qanchalik. Vatanimiz Sharq Turkiston'ni besivag'andan ta ki bugungacha Xitoy hukumati oshkora va yo'shin holda xalqimizni qirib keldi. Tutyapti, o'ltiryapti, yo'qotyapti. Lekin millat hech qachon yo'qolmaydi. Yana abayman degandek, kurash qilgan millat hech qachon yo'qolmaydi. Shuni men bundaq yozgan bir she'rimni o'qib o'tmoqchiman. Ota, kene atalaysan qanchalik. Vatanimga kirib olib chiqmading, yotaqini yotalaysan qanchalik. Bizni qirib bo'lolmaysan hargizmi, otaqini atalaysan qanchalik. Boyligimni, biligimni buluding, sataqini satalaysan qanchalik. Tilni cheklab maktubimni taqading, taqaqini taqalaysan qanchalik. Erkinligim, dinlerimni çekledin, çeklakını çeklerleysen qanchalik. Üzen turup bir talanın müşigi, yekle bizni yeklerleysen qanchalik. Vatanimni buzib çıkıp bulgudun, bulgaqını bulgalaysan qanchalik. Yaşlarımның idisini tolgudun, tolgaqını tolgalaysan qanchalik. Tug'ishimni millatimning chekleding, cheklaqini cheklaleysan qanchalik. To'shib kelding baqalmagan balangni, to'shaqini to'shalaysan qanchalik. Yalgan so'zlab xalqingni oldiding, oldaqini oldalaysan qanchalik. Yalgan so'zlab siyosatni, qonunni go'ldiding sen goldalaysan qanchalik. Tariximni o'zgartib sen yo'q qilding, o'zgartqini o'zgartsan qanchalik. Kimligimni o'zgartishga kuch yetmez, kuchaqini kuchalaysan qanchalik. Igilidu hiç sunmaydi hakikat, yana haqini yana alaysan qanchalik. Bu vatanning igisi biz xo'jasi, tanaqini tanalaysan qanchalik. Tutup solap itip bolmay xotirjam, tutaqini tutalaysan qanchalik. Jar salasan ejderha deb o'zingni, yutaqini yutalaysan qanchalik. Sen mi gördün milletimnin peylini, tosaqını tosalaysan qanchalik. Muşu millet tuqqan pekir leylini, çeklaqini çeklaleysan qanchalik. Köpçilikning ko'ngil qo'yib anglag'ına rahmet. Keyingi qitim ko'rishgacha aman bo'linglar. Yaşsın Sharq Turkiston mustaqilligi, yaşsın Sharq Turkistonlik qarindoshlarning ittifoqligi. Köpçilikning vaqtiga rahmet.